Nima uchun rasmga tushyapsiz? Yaxshi ko'raman-da. Nimasini mana? Chiroyli, aqlli. Aqlli. Nima aqlli deyapsiz? Ayaba. Yo'q deyapsiz ana. Yo, men degan maqsadda aytayapman. Mana men bilan Faridani solishtiramiz hozir. Nima farq? Farq yo'q, ikkingiz ham bir xil yaxshi ko'raman. Ko'rsatuvni yaxshi olib borasizlar. Kuzatib borasiz. Turkmanistondan. Ha, Turkmanistondan. Mana kimga muxlislik qilasiz? Tasavvur qiling, mana hozir shunaqa nominatsiya ketayotgan bo'lsa, yilning eng zo'r boshlovchisi. Teng ovoz yiqqanmiz deylik. Kimga ovoz berasiz? Farida opaga. Yuragime senga rahmim kelib ketdi. Xafa bo'lmang. Men aytganim yo'q, men kelishganim yo'q. Chimchilayaptimi? To'g'risini ayting, qo'limni qilib chimchiladimi? Kim menga ovoz beradi? Men xalaskorim. Yaxshi. Odam emas ekan. Qolganlar Farinaga Dedi yo'q bor-ku odamlarda. Hozir hayron qolaman-da. Hozir qarang, ko'rsatuvimizni xayrlashuv jarayonida siz bilan birga xayrlashadigan bo'lib qoldik. Taqlid taqozo qilib. Turkman tilida faqat Turkmanistonlik yurtdoshlarimizga, o'zbekistonlik barcha yaqinlarimizga salom yo'llab qo'yasiz. Xorazmga o'xshar ekan bularni. Juda ham o'xshaydi. Men xorazmliklar deb o'ylagandim boshida kelishganida. O'zingizni asrang, har doim yaxshi kayfiyatda bo'ling. Turkman tilida ham birodarlar. Bilasizmi? Shu o'rinda hozir men bir ma'lumotga ega bo'ldim. Ya'ni urf-odat, bu turkmanlarning urf-odati ekan. Kelin bo'lib, deylik, boshqa ya'ni turkman xonadoniga kelin bo'lib tushganingizdan keyin kelin qaynatiga hech kimga gapirmaydi. Hech kimga gapirmasdan jimgina xizmatni qilib yuraverar ekan. Qarang. Xuddi kelin bo'ladiganda ishchi mahariylar berilib. Qadrli yurtdoshlar, bizni bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana shunday Turkmanistondan O'zbekistonga kelib o'qiyotgan talabalar bilan birga. Yoqyaptimi sharoitlar? Ha. O'qish zo'rmi? Zo'r. Muammo yo'qmi? Zo'r yo'q. Muammo bo'lsa aytasiz. Men o'zim ketdi, hal qilib tashlayman. O'zingizni asrang, omon bo'linglar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvni har kuni tomosha qiling. Mehrli, samimiy intervyularimiz siz uchun har doim tayyor turadi. 1 2 3 Bunchalar zo'rsan.